Assalomu alaykum, Chorvadi kanali obunachilar uchun akalar. Sizlarga 10 dona qo'chqorni yirigidan, o'sha Qirg'izistonda toza nasldor qo'yidan olib kelganmiz aka. To'g'ri, buni hozir Qirg'izistonda o'tkazmaganmiz. O'zim da opattamga bundan 2 oy oldin o'tkazib berganman Qirg'izistondan. Akalar, videoda ko'ringan like bosinda akalar. Xudo xolasa bugungi qo'chqorlarni zo'rini chiqarib berishda davom etamiz. Assalomu alaykum Chorvadi obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Akalar, bugungi 29-oktyabr sanamizga biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Arzonchilar optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida Asilbek Cho'ponda mini qo'y fermalaridanmiz. Xudo xolasa bugungi qo'chqorlarni o'ta ham zo'rlaridan olib kelgan ekanlar. Shu bilan ma'lumotlarni Asilbekdan olib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lganlar bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa shunaqa qo'chqorlarni zo'ridan chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa narxlarini yo'lda qilib, qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Son nechi bosh? Aka, soni birinchi partiyamizga 10 ta. Birinchi partiyamizga 10 bosh. Eyda yo'g'idan. Qo'chqorlaridan o'ta ham zo'rlardan olib kelib yetkazib kelibsiz. Aka, Xudo xolasa endi birinchi chiqishim kanalimizga, men kanalingizga chiqdimmi, men videoyim chiqdimi, like bosib, kommentariyga otangga rahmat deb tursa bo'ldi aka. Qo'ydi narxini darham qilib beraman. Mendan arzoni yo'q aka. Qo'ydi narxini qo'yga nisbatan akalar arzon chiqarib beradi. Dangali gap. Bunaqa qo'chqorlar egasini qo'liga tushib qolsa akalar dollarda sotadi. Biz dollarda chiqarmaymiz. Aka, biz o'zbek so'mda chiqaramiz. So'mda chiqaramiz. Qo'ldan kelgancha arzon chiqarib beramiz. Akalar, mana zotga olasizmi, iqsam marosimlarga olasizmi? Hammasiga xudo xolasa yaraydigan, e'tibor go'sht yog'iga to'g'ri keladigan qo'chqorlar narxini arzon qilib chiqarib beramiz akalar. Xudo xolasa yeb ichishlari so'rashni o'zi hijolat. So'rashni o'zi hijolat aka. Endi obunachilar uchun bir qator aytib qo'yaman. Yeb ichariga aka bir hafta 10 kun emas, bir oy garantiya beraman. Bir oyga garantiya. Doktorib, akalar, sindirib, bir yerni nima qilib qo'yishmasa bo'ldi. Qo'yni qaytib olaveraman aka. Qo'yni qaytib olishmi, pulni qaytib bermayman. Qo'ylarga solishtirib, arishtirib beraman. Mana akalar, xudo xolasa yerdan balandligi nechiga beramiz Asilbek? 80 plyusga beramiz aka, 85 plyus ham chiqadi. Mash qo'chqoringiz 90 ham kelsa kerak aka. Aka, bu qo'chqorni tushunavering. 15 ta 20 talik o'zlari uchun naslga sog'liqqa qo'yishadi-yu. Ishlar qo'yishsa rosa nasl bo'lib qaytadi aka. Lekin pullari ham sinjin, tozasidan. Zo'ridan aka. Garbanoslarni ham qo'ying buni aka. Hali qo'zi. Aka, bu obunachilarimiz uchun. Hali tish buzishga kelmagan. Hali qo'zi. 10 oylikdan o'tgan. 12-11 oylik, 10 oylik balki qo'zi. Xudo xolasa tepasida bo'lmaganmiz aka, 10 oylikdan 10 oylikka olishaversin, 10 oylik. 10 oylik atrofiga olaverasizlar. Narxini qo'ldan kelgancha arzon qilib beraman dedingiz video boshida. Nech puldan qo'yib beramiz? Hammasini bir joyga olasiz. Nechta qo'ydi? Sizning kanalimizdan boshqa kanaldami? Bozorda ham aka 6 million, 6,5 million sotilyapti. Men 6 millionni pastida qo'yib beraman. Realni holat 6 millionga bunaqa qo'y yo'q bozorda. Har kuni bozorda yuraman. Pastida qo'yib beraman aka. Nech puldan qo'yib berasiz mana obunachilar uchun? 100 ming siylasam aka, obunachilarimiz xafa bo'lib qoladi. Like bosishga o'rnib qolishmasa aka, 200 mingdan 6 milliondan 200 mingdan siylab beraman. 5 million 800 ming so'mdan bir joyga bo'lsa olasiz. Degan yeri sheyga aka. Bitta ikkita olishsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab qo'yaman. Kurupni olishsa, O'zbekistonga yetkazib beraman aka. Dastlabkilar o'ylashmasa, xudo xolasa bir joyga olishadigan bo'lsa mana O'zbekiston Respublikasi bo'ylab. Aka, endi bular urush tuzilishmaydi. Bitta cho'ponda, bitta haligimda, bitta endi aka. Hammasi. Bir joyda yurgan ekan-a? Bir yerda yurgan. Yemini oxirida to'k yeb turganlaridan. Yemni ham qanaqa yemaygan aka? Arpani suvga o'tib, bug'doyda qaynatib, ikkovini aralashtirib berilgan aka. Yemini ham aytib qo'yaman. Ana akalar. Chunki o'zimiz boqqanmiz-da buni. Keling, nashaytiga bitta so'rayman men ham endi. Aka, so'rang. 5 million 700 ming so'mdan bir joyga bo'lsa olasan. Aka, 5 million 700 ming so'mdan asl to'g'ri kelmaydi. Chorva Vodiy kanalidan telefon qildim deysin, telefon qilishganda. O asl cho'pon. Men asl cho'ponni taniraman aka. Asl cho'pon. Kanalingiz ham borasiz, ha? Aka, asl cho'pon degan kanalim ham bor. Obuna ham qo'yaverdim. Asl cho'pon mana shu kanallar Chorva Vodiy kanalidan obuna bo'lganman, mana shu qo'ylarni ko'rdim.
Qanchadan berasan deysiz aka? 5 5 million 700 ming so'mdan beraman. Xayri sunnatga ham Putudan berasiz mana. Akalar bitta like bosib qo'yasiz. Narxiga lekin baho bering. Ayda yo'q narx bo'ldi. Bitta like bosib akalar kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa shunaqa qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa keyingi partiyalarga sog'liqlar ham bor, keyingi partiyaga chiqaramiz, ha. Aka, mashinalarni ko'rsatib qo'ying, hammasi naq bo'g'oz aka. Hammasi xudo xolasa Oldi bolalashni 100% bo'g'ozlaridan mana. Zo'rlaridan. Ana akalar. Sog'liqni narxini akalar bir joyga bo'lsa nech puldan ketaveradi? Azilbek. Sog'liqni narxini. Aka, sog'liqni narxi nima aka? Mana akalar. 5 million 700 mingdan beraveraman bularga. 5 million 700 ming so'mdan. Soni nechta? Aka, bo'ladiga haligisini aytavering, yerini 5 million 500 ming so'mdan berishsan aka. 5 million 500 ming so'mdan akalar. Mana akalar. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Ash qo'yimiz egizakchi. Aka, bu egizak. Buni o'zini 7 million so'mga beramiz. Egizak. 7 million so'mga 8 taga o'tyapti. olishaveradi, ha? 7 millionga oshadi. Buni kishi aka 6 taga 8 taga o'tyapti. Ha, akalar, mana shu qo'yimiz egizakchi, qarasa mana. Tug'ishga ham yaqin. Bir oy nari O'zi bilinib turibdi mana. Qorni ham o'zi. O, qorni ham uchta bolasi bormi? Xudo biladi endi. Har yil egizak tug'ib yurgan nasib bo'lsa Egasi garantiyasini berganda akalar. Mana akalar sariqlar. Soni akalar 16 bosh. 16 bosh. Aka, 16 tasini hammasini olaman desa, mashina aka 5 million 500 ming so'mdan ketaveradi. Orasida ketaveradi. Agar o'zini olaman desiz 8 million. 7 millionga beraman aka. Bo'ldi, 7 million so'mga obunachilarga bering, egizakchidan xudo xolasa ko'paytirib olasiz mana. Yangi obunachilarimiz, yangi xo'jalikdagi obunachilarimiz ko'paytirib olasiz. Xudo xolasa bitta ikkita olasiz aka, telefon qilib aloqaga chiqavering. Shunaqa ishlarni bitiramiz aka. zo'rlarni olib kelaverasiz yana tugab qolsa. Kanalimiz rivoj uchun aka shu paytgacha like bosmadingiz, bitta like bosib qo'ying aka. Akalar, shu bilan videolarimizni yakun yasaymiz. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' salomat ishlaringga Hamma chorvasiga aka, Alloh barakasini bersin.